Kaç! 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 To'ronidan! To'ronidan! Qani o'yi qilsanmi? To'ronidan! Tezkor xabar: ko'kosh operatsiya qilingan klinikada janjal yuz berdi. To'ronidan! Alla qo'qolini! To'ronidan qocha! Qocha! Qoch! Qani? Qoch! Qoch dedim! Nima qilyapsan? Xususiy klinikada tekshiruv boshlandi. Ko'koshning operatsiyasi kunidagi kuzatuv kamerasiga yozilgan tasvirlar so'ralganda shifokor birdan hushidan ketdi. Chaqiringlar, nima o'ylayapti? Odam o'zini o'rnida operatsiyasini ahvolini so'rasa, doktorlari mazam bo'lmayapti deb yotib olib, shunaqa janjal bo'lyapti. Med konsultant o'zini talabini, bemori talabini ham bajarishmayapti. Klinika xodimlari ko'koshning operatsiyasi va tahlil natijalarini yashirmoqda. Uni operatsiya qilgan shifokor tekshiruvchilardan nimani yashirmoqda? Bu vrach ertalabda meditsinskiy formada ko'chama-ko'cha shashliklar olib, paketchani ushab yurgan, yuragini ushab reanimatsiyaga yotqizib qo'ydik. Doktorimiz yurak ushab qoldi desa, kirisi palatada yotibdi. Tafsilotlar video davomidan o'rin olgan. Video keng tarqalib, boshqalar ham ogoh bo'lishi uchun bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Har bir o'tkazmangizdan ushlab qolinadigan komissiya sizga deyarli bilinmaydi. Lekin ular mana shunday pullaringizni mayda-mayda bo'lib yo'qolib ketishiga sababchi bo'lishi mumkin. Tezda ilovasi orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga yoki O'zbekistondan Rossiyaga hech qanday komissiyalarsiz pul o'tkazishingiz mumkin. Ko'kosh operatsiya qilingan xususiy klinikada janjal yuz berdi. Gap shundaki, oliy toifali shifokorlar kelib, klinikadan operatsiya qilingan kungi kuzatuv kamerasidagi tasvirlar va tahlil natijalarini so'rashganida klinika xodimlari ularga ko'rsatishdan bosh tortdi. Biza hozir mana bu odamlar, mana bu odamni ko'rib olinglar. Imенно menejer ekan, bizaga va'da bergan edi, kamerani ochib, umuman kamera emas, operatsiya jarayonida bo'lganini ko'rsatamiz, rasmga olib degan edi. Umuman ko'rsatayotgani yo'q. Hozir vrachlarimizni hammasini 4 ta vrachni o'yin qilib, bular o'yin qilib, imенно hammani o'yin qilib, mana shu yerdagi zdaniyani vakillari yotib oldi, o'zini kasaliga solib berishmayapti materialni. Biz huquq organlarini chaqirdik. Hozir huquq organlarining otryad hammasi keldi, kelib turib olib berdi, kamerani bekityapti. Chunki bemor ahvoli og'ir bo'lgan, bular bekitishyapti. Bemorda gunoy bo'lgan, mishsagacha bo'lgan yarani olib tashlashgan. Hozir chetdan kelgan vrachlar ham, hammasi hayron, bizani o'yin qildi bo'ladi. Mana shu klinika, ko'rib olinglar, mana bu klinika. Bu yerga kelsanglar, o'lib ketasizlar. Chunki hozir ko'koshi yarimchalik invalid qilib qo'ygan, u yiringlab ketgan, u protsedurani bizga ko'rsatishmayapti. Biz chet elga yuborishimiz kerak, umuman iloji yo'q, umuman. Mana shuncha vrachlar sarson, biza nimaga keldik, konsuliumga deyapti, o'yin bo'lyapti, bu yerda deyapti. Nimaga o'yin qilinadi? Nimaga? Ko'koshning operatsiyasi kunidagi kuzatuv kamerasiga yozilgan tasvirlar so'ralganda shifokor birdan hushidan ketdi. Bu vaziyatdan chiqish uchun bir bahonaligini payqagan va bundan g'azablangan Ko'koshning yaqinlari shifoxonani boshiga ko'tardi. Chaqiringlar, nima o'ylayapti? Ha, naryoqda ushlab turish. Oching eshikni. Ochiq ekan-ku. Och! Qani qoch! Qoch! To'ronidan! To'ronidan! Qani o'yi qilsanmi? To'ronidan! To'ronidan! Alla qo'qolini! To'ronidan qocha! Qocha! Qoch! Qani? Qoch! Qoch dedim! Nima qilyapsan?
Bu vrach ertalabda meditsinskiy formada ko'chama-ko'cha shashliklar olib, paketchani ushab yurgan, yuragini ushab reanimatsiyaga yotqizib qo'ydik. Doktorimiz yuragi ushab qoldi desa, kirsa palatada yotibdi. Yotib ko'zlarini ochib, qarab. Bu mol doktor. Ana katta doktorlarning oldida uyatga qolib ketmaydi deb o'zini kasalga solib, jinniga solib qochib ketibdi. Aytyapti, 3 marta operatsiya bo'lgan bo'lsam deyapti. Kokosh 3 marta operatsiya bo'lsam 3 marta yalindim deydi. Rasmga olib beringlar deb 3 marta yalindim. Har bitta operatsiyada olib bermayapti deydi. Keyin doktor chaqirdim, o'zimni tanishimni deydi. Yonimda turing, kamerada videoga oling, yaramni nimadir nito mendan yashirishyapti desa, doktor yoniga qo'ymabdi Kokoshni doktor yoniga. Представляете? Operatsion kameraga qarab, men rasmga olib qoldimmi deganman. Olishmadim, shuning uchun marta iltimos qilyapman. Men qo'limni bekitishyapti mendan nima qolganini. O'zim ishongan doktorimni olib kirdim. Chetga turg'izib qo'yishgan meni doktorimni yaqinlashtirishmagan, rasmga ham oldirishmagan. Doktorim bilan doktor urushib ketgan. Faqat pulga bu yoqda sotib olinyapti hamma narsa. Meni qo'limni rasmi kerak. Mana birinchi operatsiya qilgan vrach, 3-chida etdim, mana o'zlari ham aytdi. Nima olmadingiz ba'zi berib turib. Ruxsat berishmadi. Главное, operatsiya qilgan odamga ruxsat bermayapti klinika. Men tushunaman, men narkozdan o'tirgan bo'lsam ham tushunaman, paski davlatdan. Kamerani ko'tarib olib beringlar sizlar. Polni chaqiringlar, olib beringlar kamerani ko'tarib. Boshqa doktorga jo'natishimiz kerak. Voqealar rivojini bizning kanalda kuzatib boring. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun esa obuna bo'lib qo'yishni unutmang.